Zora bugün gece dansı bilen bile turanmayıvatıdı. Bunu yani nimi dep tushuntirsan? Raskepim enerji şundaq va'da berganligim esimde. Va'damni amalga oshirg'im batdi. Sen nimaga amalga oshirmading? Afsuski, bu dunyoning o'jaqisi pulkan. Men va'da bergan chaqlarda adamning tuyiniga texi uzun bo'lmagan. Ko'nglim parakanda bo'lg'ashqa yaxshiroq o'ylanmagan. Albatta Malvina hayat vaqtida shunaqroq orzu etdi. Yaxshiroq o'ylanmagan? Shundaq u chaqda ko'nglim aromida emasdi. Shunga yengil taklif qilib amalga oshirg'ili bo'lmaydigan va'dani berib sapdimi? Nimaga amalga oshirg'ili bo'lmadik? Bu anamni qo'l qo'ysanglar bo'ladi-ku. Agar xohlasang, bugunli berib bu anamdan birini tayyorlab kelay. Bu unchalar oson ish emasdi. Nimaga? Bir qo'l nurg'un pulga keladi. Onun ustiga Izoraning nurg'un alayliklari bor. Bu hammamizga ma'lum. Men Izorani satsam, o'rniga yana bir didak elishim kerak. Afsuski, mening yinim sizlar o'ylagandek unchalar chingmi emas. Men mo Izorani o'lik chiqarg'im bor. Lekin o'lik onamsa qo'l qo'yamayman. Chunki Izorami bizning mulkimiz. Bizning jamiyatimizda mol-mulk sovg'a qilinmaydi. Setiladi. Balkim bag'ritoshlik qilib atqandimi, lekin ta'alluqotim ustida o'ylanmaymi bo'lmaydi-da. Bu gapcha qizimni sotmoqchi bo'lyapsiz? Albatta. Pulini to'lasangiz sotaman. Yaxshi gap. Men pul chiqashtirgan. 2 million nis pulim bor. Uni setib olish qiyin. 2 million. Men o pulni sizga hozirlab kelib beray. Siz qizingizning qiymatini bahmi tuvan mo'ljalladingiz. Qaysi tarafdan? Demakchi bo'g'inim 2 million degan odatdagi bir qulning bahasi. Sen qancha so'raysan? Ancha ko'pmi emas. Boy aytganimdek Izoraning nurg'un alayliklari bor. Bir necha chet el tilini biladi. Pianino chala oladi. Shunga men uni odatdagi qulni sotgan bahoda sotmayman. Amiz qancha pul sotsiz? Azan. 15 milyon ancha o'ramasdi. Birazliyda 15 milyonga yaraydigan qul yo'qdi. Birazliyda Izoraq tankagiday qulmi yo'q tursa. Siz uni sotmaslik uchun qasdan o'ri baho qo'yapsiz. Chunki siz umrvoyat o'latirishimga qaramay ishlasanmi, buncha ko'p pulni yig'amaydiganligimni bilasiz. Qul bo'lsa meniki. Bahoni albatta men qo'yaman. Bunda qilish aqlga muvofiq. Biz qaytaylik Megil. $15 milyon chiqarganga bayram bo'lib ketmaysiz dada. Bu gapingdan turmushni qilchi tushunmaydiganliging chiqib turdi. Sana shu advokatlik ishxonasi bosilib bo'ldi. Sen 1 yil ishlabmi 15 million les topolmaysan. Bu gapingiz to'g'rimi? Nar to'g'rimidi?
Men bel bağlagan bu iş pulning qiymatini besib tushidi. Özün tapqan pul bo'lmag'achqa shundoq deysa. Uni topgan siz emas. Indiri. Bizning qo'limizdagi mol dunyo dadingizdan sizga qolgan miros emasmi? Agar men mahirlik bilan boshqurib, tejab tutmagan bo'lsam, sen allı burun kambag'allashib ketding. Men sana shuni aytib qo'yay. Agar mendan keyin qolsang, sana ko'nglingdagidek miros qoladi. Ana shu chaqda senmi bir dedekni setib olish uchun 15 milyon liyas xashlab, shuncha ko'p dunyoni so'rib o'tishni xohlamaydigan bo'lasan bola. Siz bu ishni nihoyat oddiy chaqlayapsiz dada. Shuni tushunishingiz kerakki, Izuraning erkinligi uchun qizingiz Malyona o'zining hayotini taqdim qildi. Rost, Leonso qo'ygan bu baho to'limi bema'ni. Lekin biz uni iqtisodiy tarafdan ig'izlashmas qilib qo'ysak, ondan u sal hoshini topatdi. Sharmandlik qilayotganligini bilib qolatdi. Bu gapni o Izoraning dadisiga debdi-ku. Megelning shuncha ko'p pul tepib, qizni o'rlik chiqarishga kuch yetgan bilan meni yetmaydi. Siz bu ishni shaxsiyatchilik qilayotganingizni o'ylamamsiz? Enrik, qasam ichay. Qo'limdan keladigan bo'lsa, shunchalik ko'p pulim bo'lgan bo'lsa, cho'qim beratdim. O dedekni setib olib, o'rlik chiqaratdim. Bunchilik ko'p pulga faqat uy bisatimizni satsak, ondan erishalaymiz. Biz uchun aytganda bu pul ko'p emas. 15 milyon ko'p emasmi texi? Bizga o'xshash nurg'un oilalar uchun bu nihoyat jiq pul. Ha degandilar yonchiqdan chiqarish oson emas. Dada, o'tinib qolay. Oyig'ingizga ish qilay. 15 million liyas berib turing. Malyunaning yuzini qiling. Izurani o'rlik chiqarishning birdan-bir yo'li mush o'tdi. Bo'lmaydi. Men bunday ahmoqona ishni hargiz qilmayman. Sizdan o'tinay dada, 15 million liyas berib turing. Bermayman dedim, bermayman. Bu gapni qo'y. Malyunaning yuzini qiling. Bo'ldi, gap qilma. Birdan-bir choramiz mush dada. Yaqindan buyon men ko'rgan birdan-bir ko'ngillik ishlarning to'yinglar. Menga ishongin. Ishkinglarning murodinglarga yetganinglarni ko'rib, ishimdan xo'shal bo'lyapman. Bir kunlar kelib, seningmi bizdek baxtli bo'lishingni tilayman. Mening bilishimcha, sizning Izorani setish xiyolingiz yo'q. Uni hargiz satmayman. Ondaqda bir narsani tushunamadim. Uni so'rsam bo'lamdi Bagzada? Albatta bo'ladi. Uni satmasangiz, nim deb uningga baho qo'ysiz? Chunki bu bahoga hech kim chidamaydi. Megilg'o bundaq o'ri bahoga chidamaydi. Tobias oilasidagilarning buningga kuchi yetishi notayin. Biroq mening bilishimcha, qiynatingizning puli jiqmish. Uning ustiga Enrik bu ish qo'l tiqyotdi. Bu gapingmi o'rinliq, Fransisko. Agar Enrikning o'zining puli bo'lgan bo'lsa, bu ishga tavakkul qilmagan bo'lardim. Biroq hozir baxtimizga ularning pul meli janob Fontrani ilkida. U yoq bu ish uchun uncha ko'p pulni hargiz bermaydi, xotirjam bo'lgin. Asta, qarang uchib ketdi. Hozirgacha mo sirtda жүрген bormi? Nega bordiganligini opsig'imi deb qo'ymabdimi? Deyishi debdi dada. Biroq Albaxonim eshitmadimi? Mingtasda bir ig'izli gap qildi. Nega bordingiz Tayis? Sizdan bakma ansurdik. Men qarang qizim, bundaq kechida xizmatkordan birini elib, ko'chaga chiqqaningiz toza durust bo'lmabdi. Biz bak ansurdik. Kechirgaysiz, janobiy maslahatchi. O'zim chiqmasam bo'lmaydigan muhim bir ishim chiqib qolib Biroq biz Anita bilan xo'shlashadigan chaqda biroz xijil bo'lib qoldik. O chiqib ketib sizga bir nima demadimi? Leonor, sen chiqib Megilapindan hozirlik bu yerga boshlab kirgin. Bir ish bo'ldimi, Tayis? Boshqatadigan ishmi ya? Bizga ishini, sizga butun kuchimiz bilan yordam beramiz. Boshqatadigan ishmi yo'q. Hamma masalaning o'z navbatida hal bo'ladiganligiga ishonaman. Meni chaqirdingizmi, xonim? Ha. Anlasam bugun tushdan keyin janob Leonso sizlarga bahona debdi-ku. Izoraning bahasi nima? Xonim siz deganmi? Yo'q, Menga hech kim demadi, Migil apandi. Boshqalardan anladim. Bugun tushdan keyin shaharga kirib, opamning qo'shilishi bilan
öydeki zinnet buyumlarını setip ettim. Cemi 13 milyon 350 min lirası oldu. Miguel efendi, anlasam siz mi azırak pul çıkıp dikensiz? Bu pullarını koysak İzora'nın erkinligini setip alallığı dekmiz. Elin, menimce hazır her qandaq işten kızınızның erkinligi muhim. Teklifname mi? Yo'q, biz bilan buna so'zsiz bir nima. Olmaydı. Ötkende biz Baruslarni keşli kızağı çağırgandık. Ular hazırgıcı bizni çağıray demeydi o. Ular cho'qim chaqirdi. Onun 3 haftadan açtı. Bu qiziq ish. Neymiş? Izoraga bir parcha xat kelibdi. Sizlarning el qul qizg'i mi? Texmi qiziq, bu xat Fransiyadan kelibdi. Fransiyadın? Izoraning Fransiyada do'sti bor etdimikin. Kim biladi? Bu xatni qo'riq avat yutay. İbduva qorqiq avat bering. O hazır dadısı bilan shu yerda turibdi. Shunday qilay, menda adresi bor. Siz rastla zinnet buyumlarınızı setip ettiniz mi? Setip ettim. Bununla qilcha ökünmeymin. Bugün qilgan bu işinizni obdanroq o'ylanganmidingiz? Oylangan. Şuğunisi paytaxtga baramadim. U yerda o'rrak bahada satqili bo'ladi. Bo'pti, nimali bo'lsin. Oxiri pulning epini qildim. Endi Izorani hurlik chiqara oladigan bo'ldik. Öyning zinnet buyumlarini setishga hech kimning haqqi yo'q. Uni satqaningizni onangiz bilamdi. Uni opamning rayi bilan satdim. Bechara ayol. O'g'li o'lib, dili sinib ketgachga. Shuncha og'ir ishni qilib qo'ysangizmi, so'rig'ini qilmabdi-da. Opamning dili rassunuq. Lekin bu ishga u qo'shildi. Men bu ishning iqtisodiy qiymatini emas, ma'naviy ta'sirini o'ylash kerak demoqchi. Siz zinnet buyumlaringizni setib etibsiz. Bu ota buvingiz uchun yaxshimi? Meningcha ular bu ishimni qo'llab qolmay, yana texmendim faxrlandi. Chunki Vidal jamiyatining avlodi halqa, bilayzik, üzük, yaqutlarni emas, balki odamni hammadan a'lo biladi. Shu bir qul qiznimi? U qiz akam chin dilidan söygan, hem nikohiga olmoqchi bo'lgan qiz. Miguel efendim, bu pulni ilib Atla Izora'nın yeniga bering. U qiz endi Leonsio'nun yomon niyatining tahdidi ostida turavermisin. Rahmat sizga, Dayis xonim. Siz Izorani qutqizish uchun shunchalik mardlik qildingiz. Ota-bola ikkimiz sizni mangu unutmaymiz. Evet, kampusga barman Miguel efendi. Aval doktor Arsio bilan ko'rishiman. O'rlik guanamidin birini tayyorlab, ondan Leonsio bilan ko'rishganimiz yaxshi. Buningda qo'l qo'ysilib bo'ladi. Bu gapcha Dayis xonimning bu ishini sami qo'llaydigan o'xshaysan. Men Dayis xonimni kechira olmayman. Chunki bu yoqdagi yosh. Turmush tajribasi yo'q. Biroq sening bu yoqqa o'xshash ahmoqliging nimasi? Men yalg'iz qo'llabli qamay, yana tigi uningga qoyilman dada. Rostimni aytsam, dunyoda hech kim uningchilik hurmatimga sazovar bo'lib boqmagan.
Yüksek faziletga ega odamlarla ana shundoq zo'r qurbonlarni bera oladi. Men sizga burundan qoyil. Tais. Siz nurg'un esil xislatlarga ega. Bu yolg'iz bir qul qizni hurlik chiqarish ishi emas. Yani bizga turmushdan savoq berdingiz. Tais xonim. Siz hech kimga o'xshamaydigan bir qiz. Sizni uzundan buyon hurmatlab kelyapman. Sizga aytadigan nurg'un gaplarim batdi. Balkim biror fursat tepib so'zlashganimiz yaxshiroqdir. Biroq endi men 1 minutmi taqat qilolmayman. Men yuragimdagi gaplarimning hammasini sizga deyishim kerak. Tais xonim, rostimni aytsam, sizni yaxshi ko'raman. Burun sizni tushunishim toza yetarli bo'lmagan bo'lsa, bugungi harakatingizdan sizni texmi aniq tushandim. Sizni yaxshi ko'raman, Tais. Intayin yaxshi ko'raman. Men o'zimning sizga loyiq kelish kemasligimni bilmayman. Shundaqdimi mening talabimni o'ylab ko'rishingizni umid qilaman. Sizni menga hozirda javob bering. Demayman, Tais. Men sizning oq ko'ngil qiz ekanligingizni, ruhiy dunyongizning yuksakligini bilib, ondan sizga bu talabni qo'yayapman. Tais xonim. Men yuragimdagi hamma gapni sizga aytib olsam, ondan o'zimni cheksiz xushal sezaman. Navot siz menga shu sharaf, shu imtiyozni berib, mening rafiqam bo'lishni xohlasangiz, o chaqda men o'zimni dunyodagi eng baxtli er sanaytdim. Men sizga istanmay gel. Mening Izoraga qilchi o'shligim yo'q. Men bu qizning hurlik chiqishini umid qilaman. Biroq sizni yaxshi ko'raman. Sizni uchratgan kunimda yaxshi ko'rib qolgandi. Bo'ladi, sizlar paranglashinglar. Men chiqay. Leonsiy Bekzodeh, bir ish bo'lib qolsa men chaqirtasiz. Yo'q, chiqib ketma. Bu ichki janob bilan mening sendan yo'shirg'idek gaplarimmi yo'q? O'ltiringlar deydigan gapmi yo'qmi? Xohlasanglar o'tiraveringlar. O'ltiring, Miguel. Sen Izoraga 15 million liyes baho qo'ygan emasmiding? Bu mening huquqim. Agar sizlar men bilan baho talashqili kelgan bo'lsanglar, quruq avar bo'lsizlar. Mening vaqtimni olasizlar. Men bu bahoni bir tiyim tushamayman. Bu baho sal o'r baho. Lekin men bu bahoni hargiz tushamayman. Biz sen bilan baho talashqili kelmadik. Dal buning aksida. Izorani setib olg'ili keldik.
Mana pol, Janob Leonsiyo. Sanab eling, bir sanab eling. Jami 15 milyon leys. Mana bu hörlük guvanamisi. Bunu kampostiki doktor Arsyo öz kolu bilen yazdı. Muşunun kol koysanlı buludu. Andın Izora bizge ötüdü. Izorani chaqirib kel. Darhol mehmonxonaga kirsin. Ulanın her şeysi geldi İzo. Janabi Enrik bile senin dadan. Ula birlik gelişti. Ula hazır Leonsu bilen süzülüşüyattıdı. Şu, sen doğruluk sözleşmesi gerek. Gayretlik bol kızım. Ula çokum bir amalını kılıdı. Qana Leonsiyo, kol koy. Mana bu 15 milyon leys. Endi arsaldı bo'layvermi? Siz 15 milyon leys sordunuz mu? Bu senin erkinligin için kızım. Biz pulni akeldik. Jenim kızım. Men bu kunni kütkül uzun bo'ldi. Buncha ko'p pulni buzmasangiz bo'lardi dada. O'zingiz yolg'iz obdan turyapsiz. Shuncha vaqtdan beri o'tib keldingiz. Kol koyvatkin Leonsiyo. Senin kol koyuşunu saklap turvatımız. Sen meni gepidan yeni olam degan da'vatamsan. Ben seni undaq nomussizlik qilmas deb o'ylayman. Izora, sen mening guvanamga qo'l qo'yishimni xohlamsan? Bu savolingizga javob berishim hojatsiz. Nahayt yaxshi. Endi sen mush ikki kalva bilan birga kun o'tkazsang bo'laverdi. Bu 15 milyon leys mening bo'ldi. Bu tazim ko'ngligidek savdo bo'ldi-da. Biroq kim ol zo'rlik qilman degan uni unmayman. Bu pullarni olib ketish. Men aslimning birini sotmayman. Ko'zimni yo'qlash. Yo'qol. Bu ishga ablaqni darhol qo'g'lib etinglar. Chopsan. Bizning xo'jayinning gapini anglashdingmi? Bu yerden derhal ketiş. Bundan keyin bu yerga oyoq besishma. Yana kelishadigan bo'lsang, kallangga izi bo'lish. Bugun kishilarni o'z ko'zing bilan ko'rdim. 15 milyon leysni Ahmedim. 2 milyon leysga yaramli qildin. Birini setib olg'ili bo'ladi. 3 milyon leysga mamlakat bo'yicha eng chiroyli qildim birisi keladi. Ammo men 15 milyon leysni Ahmedim. 15 milyon leys degina. Par bo'layotgan yurgimni tushunsang nim bo'la. Reallikqa ko'z yumish mumkin emas. Izora, men yengildim sening qishingga. Yengilganligimga tan berish uchun kirdim. Sen yengding Izora. Sen meni bo'ysuntirding. Agar men seni yaxshi ko'rmagan bo'lsam, sening oldingda hargiz bunchalar rasvolashmagan bo'lardim.
Men hazır sana xo'jayinlik salohiyatim bilan gaplayotganim yo'q. Sen yandın Izora, shu topda haqiqiy qul sen emas. Men bo'lyapman. Sen bana muhabbetingizni bana mecbur tanmang dedin. Bu gapni sen to'g'ri deb ekansan, lekin bir narsani sen o'ylamading, menmi o'ylamabdi ekanman. U bo'lsa-mu meni sening oldingda tuzlantirayotgan narsa muhabbat. Men sening oldingda pastkashlik bilan tizlanishga tayyor. Mening muhabbetimni qabul qilgin. Seni suyman Izora. Endi men o'zimni daldiqab yuramayman. Men sening yiningga men bilan to'y qilishga qo'shilishingni tövənçilik bilan so'rg'ilib kirdim. Leonsione nervisi joyda odam degili bo'lamdi. O turg'anli bir sarankan go. O guvohnomaga qo'l qo'ydimi? Qo'ydi, lekin yana bizning oldimizda ishtibatdi. Qaraganda Leonsio rastla sarangib qolgan o'xshaydi. Sen meni yana nima qildaysan? Men seni yana men bilan to'y qil degan umidda. Menga yana nima deysan? Mening muhabbetimga ishonmamsan. Bilmeymen. Bilmeymen. Qizlarning oldida menga o'xshash tiz cho'kadigan o'g'il bolami bormi? Men bir dedekka sana er bo'lishim qo'shildi-yotman. Dedekningmi o'z yurkin erkin so'qishga qo'yib berish huquqi bor. Zarur bo'lmasa so'qishdan to'xtatib qo'yishga haqqi bor. Nima uchun? Acaba sen mening samimiy niyatimga ishonmamsan? Sen bilan rasl to'y qilishimga ishonmamsan? Yaxshi ko'rdiganligimga ishonmamsan? Manga o'ylanish xiyolingiz borligiga ishonaman. O'zingizmi davatmamsiz? Biroq meni yaxshi ko'rman degan. Seni albatta yaxshi ko'raman. Oldingda tizlangidek yetdim. Meni yana nim qildaysan? Bu muhabbat emasmi? Muhabbat u bir pok hissiyat. Go'zallik urqin chashqan kishilar chiroyli gul chechaklarni ichildira oladi. Nima uchun? Nima uchun bu muhabbat bo'lamaydi? Bu hergiz muhabbet emas. Belki sizning saxtaligingiz, ko'rangligingiz sizning nazaringizdagi pulga setib olib bo'ladigan shahvoniy havas. Bu gapchi talabimni rad qildigan o'xshamamsiz. Men o talabingizga qo'shilmayman. Zodi nima uchun? Mening muhabbetimga ishonmasan undaqda. Nima istiqboling bo'ladi? Men burun so'ygan. Hozirmi burunqidek so'ydigan odamimga osiylik qilmayman. Acaba sen o'lgan odamni suyamsan? Men uni chin dilimdan so'yman. Menga qarta azroqmi qiziqish yo'qmi? Uni muhabbat degili bo'lmaydi. Uni muhabbat degili bo'lmasa seningcha nima deyish kerak? Xristian Mortining nomussiz odamlarga bo'lgan tegishlik inkosi. Ben sizga ichinaman. Nima dedin? Arzimas bir dedek o'zining xo'jayiniga ichinsa, kulkilik gap Izora. Men sana kimga ichinish kerakligini hozirlik ko'rsatib qo'yman. Francisco! Francisco! Endi sen mening qandoqligimni ko'rib baq. İçinishga to'g'ri kelsa, men senga ichinay. Siz menga qandoq chora bilan taqabbul turmang. Men baribir so'ygan odamimga osiylik qilmayman. Meni chaqirdingizmi, Begzada?
Onun tazı qattiq advini be. Bütün qulning oldida uning hayrisini sundurli. Ögünlik etdigende kun bilan tang. Uni qamchi bilan o'tkitsa. 50 qamchi ur. İçiniş deganning nimaligini shu joqda biladi. Dümbüge tekkan qamchining ta'mini tex tetmagan bo'g'oyding. Ellik kamça. Herqi peşini yeydigan, texçi mehmanxonada o'xshamamdi. Tex uxlamaptimi? Izoraning azob chekayotganligini ko'rib gul qaqalari ichilib ketgandi. Ah xudo, o nejisni chanab chanıversem. Andres! Santa. Beni koyuver Santa. Santa beni koyuver. Beni koyuver. Andres! Nerede gördün? Eşi ağılı. Francisco. Bıçağını taşla. Çapsan adem çakırıp İzora'nı boşaltırıver. Jaime. Francisco. Kile. Bıçağını taşla deymi. Ben hazırlık kuydurup edeyim. Hazırla. Kel. Ha? Ay! Francisco! Francisco! Ay! Francisco! Beni koyuver! Beni koyuver! Francisco! Francisco! Bu kar alvasını bağlanla! Çakkan bağlanla! Onu Izora bilan birlik qamchisin. Ular do'stkan-ku. Bu nayt yaxshi. Ular tang azobdasin. Endi yana hadidan ashamni ko'rpa qayli. Kim? Oh, Santa. Birisi ko'rib qandasin. Qo'riqdan qandoq chiqalading, Santa? Branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Pele encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou.